Tömöcan var mı da? Tömöcan var mı da? Oy, siz? Men! Meni tanımagın ne? Kelin. Kandıra kahvalır Tömöcan mijazir yaxşı mı? Obdan toluma ballı çişlik tutuma. Ya mademden özgerme yürüyüşüp bittiğini deyme. Kırmaydık adam gelişime evet Tömöcan. Hem de isim keldiras. Siz elik ötken jili. Bana kelip hemme yurtның yerlik şivisini doğrap imtihan bege adam şuğu. Akka sayva qoldurun Tömöcan. Rahmet çim afkam. Hani bosmeni unutqan mapla. Rahmet afkam. Rahmet Tömöcan. Tömöcan emas, Tömürxan degan mındaq. Bu Tömöcan davray afkam. Nima deb? Bu Tömürxan dese qirib adamdan bularni qirg'otinning sindek to'ldigan demadimga. Estağfurullah. Kızlık yapıldı siz. Bu Tuğluk Tömürxan degen bizning tarixiy ismlar, ata bobolarımızdan ismi bu. Qo'ysa sizlar bizning ota bobomiz olmaganiga Tömöjan davray joy. Oturun. Rahmat. Hanim bos meni unutib qolmay, tashlab etmay izlab kelibsiz, ha? Sizni qandami tashlag'anli da afkam. Tömöni tashlasang datlashidi, xotinni tashlasang yatlashidi degan gap emasmi? Endi birimiz datlashib, birimiz yatlashib bilsak yaxshi emas Tömöjan. Ha, bu yoq yana kelib qolibsiz-ku. Keliman canım keliman qaşinga keliman. Her yili kelib yeningizga intiham beraman. Ha. Yaxshi. Hanim bo'lsa meni unutib qolmay eslab turibsiz, ha? Eseymen seni daim Tömöcan gündüzleri akşamda Tömöcan Eseymen seni daim Tömöcan Tutaçılı akşamda Tömöcan Yaxshi. Ovozingiz rasmiy yaxshi bo'lib ketibdi. Burunqa qaraganda ilchilibli ketibdi. Birer lenti çıkarıp satsanız o banda. İkiz hayvan, piş hayvan, meyyat naimi özen yat. Naksini men itay, lentisini özen sat. Naksini men itay, lentisini özen sat. Tömürme Tömöcan, tömürme Tömöcan. Yaxshi. Burunqa qaraganda raslı ovozingiz içilib ketibdi. Rahmet. Resmi ondan bo'lib ketdi. Yaxshi etdingiz. Rahmet. Ha, yana ulab ish kuchini aytib o'tmamsiz. Chaqchaqimiz afkam. Boya demadam, naqsh etib qo'ysam adam zangli qilar ekanlar. Men bir naqshni aytib qo'ydim ukam, sizga ham chaqchaq olsin deb. Sizlar boyada men naqsh etsam satib olmam ukam. Uning ustiga bulbul boyada qag'inib turib aytgan Tömöjan. Ha, shundami ya. Unda naqsh etib bermisiniz? Haras. Eliqqa maqol tamsillarni yana tarjim qilib keldingizmi ya? Ya, men maqol tamsil tarjim qilgan edim ukam bu qitam. Anda siz agar maqol tamsil tarjim qilib berdi, seni burunqidek yonmaymiz ukam. Saviyam burunqa qaraganda o'sib ketdi deyman men ham. Ha, shundami? Ha, saviyam o'sib ketdi deng. Ha, uning gap yo'q. Bunda qarsam, saviyangiz o'sib ketgandek turdi. Ha, demak, yomonlikni qarab qoladi. Bo'pti. Unda bo'lsa, men sizga bir qancha maqol tamsil deyman. Siz beshadil bir tarjim qilib bering. Chata yo'q ukam, desizlar. Ha, tarjim qilib olmaydi. Dostumning ko'nglini oyab bo'yimda qoldi deganda nima deb tarjim qiladi? Ha? Dostumning ko'nglini oyab bo'yimda qoldi. Veli pomyodu menzi vadozli yo'q hayza. O'ynab so'zlasangmi, o'ylab so'zla degani-chi. Ver shoqa, shang shoqa. Badi poldiron, yo'q qarab o'tiring degani-chi. Yo'di shu xola miyoli kenja zola. Allah tarjim bo'ldi. Yaxshi. Ha, bo'pti, dab-daranglagan eshak hangirgan degani-chi. Shugu dang, molizi hang. Yana ağzıma qoqaq chiqib qolib degan tarjim qilsak, Zuybashan haypat chulaylar. Bo'ldi. Ras saviringiz o'sibdi. Rahmat. Yaxshi tarjim qildingiz. Rahmat. Baland tarjim qildingiz. Rahmat. Obdan tarjim qildingiz. Rahmat. O'tiring. Rahmat. Endi mana tepsiz tarjim qilib ko'nab qolibdi ofkan. Jida. Tarjim degan unda yapqilaq olmaydi. Men paytga buni tomlaq qildim deb yo'q gapni qo'shib tarjim qilganda. Ha, endi maqsadga bir kelaylik. Kesla. Meni nimaga izlab keldingiz? Endi xabarlar bor ofkan. Endi oldi bilan, endi men bir havasga, bir ishga havas qilib qoldim. Lekin uni qo'yib turaylik ofkan. Bo'lapmi oldi bilan sizni sig'inib, bo'lib beliqi duttalarini sig'inib keldim ofkan. Avval bir ishga chepasla. Undan keyin kelish maqsadini deb beraymi ofkan. Yo'q, unda qilsak bo'lmaydi. Ya, qaysa. Ha, bo'lmaydi deyman. Yo'q. Asa.
Asa, anam gibi çasa. Ha? Esta. Asa. Fıkamı tutanıp su batırıp tükürgeni çıkmaydı. Çasa. Neymiş kıvatlar varken tam çammalı bir o kavalda güne. Maqul. Cang sepireyim ha. Çasa. Neymi kılık ayaskan bu? Patlat kadar bak. Siz başımı ya patlat atıp kışımısını. Edemni zanlı kılıp geldi ayaskan. Kaçsa. Yaş etmezsiniz edemni zanlı kılıp silikeli sırtın başından batan yüzleri tükürtümcü mavi ayaskan. Kaçsa mı çak kılın da bedenler. Hey çak koydum çak. Neymi çak deyip. Ya kapılmak ben çak. Hayır ayaskan. Kapılmak. Çak. Benim de koysa işimle. Pah, mademden açığını. Kaysınaqsın degentiniz? Anam dedim bu. Maqul. Kaysa? Bir ças koşakanda çasıcıma fikrimde bir tanışmansa ıslıp sokakta çasıcıma. Beş o adamlar haberleri var. Müzik üstü turanmayımız. Bir üstüne kadar bizim çalar. Çasa. Tüzek bir gap bulun ha. Çasa. Ya bu anam kılın sul oynamda. Fikrim yo beyim ikili de çeliyim asa. Tüzek gap bulun ha. Anam dediniz mi? Anam. Ha ben şunun özünü çep berey. Çasa. Yerlikni kola ötüp anam. Ketmini ömsünüp gitti anam. Tutsa. Ne buldunuz? Çasa. Yerlikni kola ötüp anam. Ketmini ömsünüp gitti. Tutsa. Çalam dem, çalmam dem. Çasa. Kaysa fikrim şok çasa bir şıklatma. Şok. Ben bir eğitiş bir canlı tutun çasa. Maqul. Yerlikni kola ötüp anam. Ketmini ömsünüp gitti. Onam. Vay mikriban. Onam. Cinim gınnaşıl anam. Onam. Yaştırıp ölüp gitti. Onam. Vay hasretim. Onam. İtiqa. Tebal. Özem bildiğe yanı hemen eğitip oldu. İtiqa. Tebal. Adamda miş yıkıltıp, elim yaşı anam deyip gelme, mamam degen bolsa miş vaken toğuf gel. Bir adam naqshiyet o'tganda jim o'tirib anglashning o'zi bir san'at. Nima chatdan radiosi aralashgandek aralashib olasiz? Şok çammamlı ne? Adamda işini pişirip, miş yıkıltıp kanka çalıp. Qanday sho'x chaladi? Ama bir de çalıdı şok. Hey, bu har qanday naqsh degandan o'zi kuchli ohangi, tempisi o'dari bo'ladi uni. Siz zot qanday naqsh anglaysiz? Manda deb naqsh bormi? Ba, şok. Hay, siz aytdiqma qanday naqsh o'zadi? Ilıqcha mandaylıqı. Sen mubadin etretke, men mubadim etretke. Tutkayarin niködüm balı, yüz gözleri temretke. Temret geldim seni, Sevinip geldiniz.
Naqsh deganim shunday aytamda. Hatta meni naqshingizga qo'shib oldingizmi? Sizlar bir naqshni kayniybek obdan keldikincha o'yliqi. Mirajixon, dikkan Zorixon deganday. Bo'ldi, yo'q gapni qilmay o'tiring. Rahmat. Endi maqsadga bir kelaylik, kelishdik. Maqsadingizni bir danga. Sal qiyilib qoldik ukam. Ha, mayga nima keldingiz? Ha, men nima izlab keldingiz, da'vatimi? Mayga nima maqsad keldingiz, nima sababdan keldingiz, bir danga. Shu sizni menga bir xotni prendiki deb kelgan. Sizning xotin bolaringiz batdi-ku. Qapoq saptgan xitnal davlatga. O'zingizdan xotinni urdingizmi? Yet, sizning kunosam bo'lamdi. Yo'q, gapni qilma. Nima sababda urdingiz? Nima gunoh qilgan urdingiz? Ukam, mayli gunoh ig'ir dema xotinning. Voy, qanday ig'ir gunoh qildi, bu urg'idak nima gunoh qildi demabsiz? Rost gapni qilsam ukam, men xotinim bor, qirg'azir ko'zimga qir xotinda ko'ringan bo'lib qoldi deyman. Ha. Birodek payzi qamida birdan qarsam 5 top kelgan, birdan yog'li kelgan, uzun ko'ylakli mishagichi. Birodek payzi qamida shunga sarang bo'lsang bir o'yna, qir xotindan nera o'yin deb kelgan, nera o'ynatimiz g'oyat. Ajrashib ketdingiz. Xetini berib etdingizmi? Aliman debdi ukam, cho'paylik qilmay berib etdim. Nima sababdan berib etdingiz? Nimaga berdingiz xetini? Shu oldi endi. Sizdan bordi? Biz yo'q ukam, bizda nima? Azroq bordi. Yo'q. Shamol chiqmiz terak linshmaydi. Qaqoni bosim linshivir deb ukam. Ma chavat qo'ldan chiqdi. Taslik sasimi chiqdiki. Ma to'la og'zim g'erishmay. Ma aniq bir javob bering. Nima sababdan qo'ydingiz? Ha? Nima sababdan qo'yib etdingiz? Nima gunoh qildi shuni bir danga. Ya Allah ukam, men so'raval odamni xishlig'i bir demaydiganman. Danga kechirmay aniqini. Unda bo'lsa sizga rost gapni deb ukam. Endi haqiqat demisin juma. Rost gapni qilsam ukam. Mushu sizning televizorda chiqadigan bir qiz bola bor. Usul o'ynaydigan. Mana ko'ylakli kiyib to'ylaqa. Dum tiktung dum tiktung dum tiktung. Bu qiz bolaga men kuyak. Mush qiz bola televizorda shunday kiyimlarni chiqadigan bo'lsa ukam, bir yerlar yo'q deyman. Nechkadan mush qiz bola chiqqanda ukam, mushu yurak bag'rimni 100 ming qurt qo'ng'iz yeb ketayotganda his qilib ketdim. Nechkadan tomdan kelib o'tib o'zim bilan o'zim yig'lab ketdim ukam, chidamay. Nechkadan mush qiz bola televizorga chiqqanda televizorga is quchoqlab ketdim. Lekin o'tirdi gongoch qilib peyzamni surib ukam. Qanday qilay deyapsiz? Endi bunda o'ylab baxsam ukam, bu taqmi yaqin. Endi ikkimizni ko'ngli bak yaqin debdiki. Shunga endi Silmo artist. Qiz bolam artist emasmi? Shu cho'qim qiz bolani to'naylar. Shu qiz bolani menga ayttirib deb kelgan ukam. Nech pul chiqim kelsa mayli juma ukam 40-50 ming ham bo'lsa o'zim ko'tiraman men jingo. Ammo ukam, sizga men ishimni ish qilib qo'ysa qo'rqam edim. Yotoqda 1,5 metr paxta chiqsa juma ishtalliq. Ko'tiring anda sarjingizni. Hey, bu uzun ko'ylak kiydi, do'p kiydi, yog'liq otidi deb o'zingizdan vafodor ayolni tashlab etdingizmi? Bu o'zimizdan an'anaviy kiyimlarimizdan nari yomon. Bizning ajdodlarimiz ana osh kiyim kechaklarimiz bilan bizning urf odatimizni, bizning madaniyatimizni yaratib bergan. Televizor yerim yalang'och kiyim kiyib, usul o'ynaydigan qizlarni yaxshi ko'rib qoldim deysiz. Shu holatda u qizlarni boshqalar ham yaxshi ko'rib qolmasmi? Anda qiz bo'lmaydi. Qanchalik pul kas mayli deyapsiz. Navod u qizlar to'y qilib bo'lgan bo'lsa-chi? To'y qilib bo'lgan bo'lsa, şimdi demaymiz ukam. Erva xotinga chaqchaqsak cho'shqib ketmamda. Men sizga deb qo'yay. Men sizning bunda ahmoqona xiyol bo'larmikin deb hargiz o'ylamabdi ekanman. Bu odam deganda insof, shukr, qanoat, sharmi, hayo, oilasiga bo'lgan samimiy sadoqat bo'lgandilar, ondan har qanday narsa go'zal ko'rindi. Eng yaxshisi siz shu bolalaringizning onasini vaqtida yondirib keling. Bo'lmasa bir umr pushaymonda qolasiz. Unamaydi. Jayla xotin. Voy, oldin berib boqmamsiz. Yo, qaynonamdan qopganman va bag'inamaydi. Voy, oldin chiroyli berib boqmamsiz. Uningdagi bir gap bo'lmamdi. Endi ukam gaplarni mingmurati yeymiz. Endi liqi, boya menga bel qiz bolaniki erib qolsa deganni o'ylab boqmabdi mana. Uni şimdi sen bo'g'in aka. Bo'lmasa liqi mekang chaqchaqib Xorazmda yaqigandek sho'masa ukam. Ha, gapingiz bo'ladi. Eng yaxshisi ayolingizni yondirib keling. Ukam, unamasmiki? Undas manda qildi. Emsa yila qiz bolam aytmaygan ekansiz. O'zimni xotinim olsin, boshqani aytmayman. Tizak gap qiling. O'zimni xotinini boshqadan aytmayman demay. Men bilan birga berish bering desangiz bo'lmaydimi? Berish bering. Shuraga akildigan shunsa men bilan boray. To'xtab turinglar. Men sizga yana bir gapni deb qo'yay. Siz yiliqi Mirzat olim aytgan, ajrashmoqlar ota-onalar. Yetim bo'lmasin, sabiy bolalar degan naqshni anglamaganmi? Anglagan ukam, lekin men naqshni o'zgartib ajrashib ketganlar ota-onalar ko'nrab qoldi, xotin bolalar deb.
Bak yapma, yana.